Kamera bo'yicha barcha muammolarga nuqta qo'yishimiz mumkin, chunki hozir biz Honor Magic 7 Pro. Vivo X300 Pro. iPhone 16 Pro Max. 16 Pro Max, chunki 17 Pro Max topolmadik, kamerasi salkam bir xil. O'sha yerda masjid bor, olinglar o'shani. Kimniki tirnoq olar ekan, qani Necha 10 kilometr uzoqda ekan. iPhone'da olib ko'rsin, oling. Oling, masjid bor o'sha yerda. Oling, ha, masalan. Bor masshtab bilan oling. Bu Vivo X300 Pro. 10 kilometr uzoqligini ham hisobga olinglar akalar. Endi Honor ko'rsataman. Xullas akalar, uchala telefonda ham 16 Pro Max ham, Vivo X300 Pro da ham hamda Honor Magic 7 Pro da ham 10 kilometr uzoqlikdagi masjid rasmga oldik. Birinchi iPhone'dagi rezultatlarni tomosha qilamiz. Yaqinlashtiring. Sabr. Bu Vivo X300 Pro. Tiniqligi mana ancha tiniq iPhone'dan 10 kilometr uzoqlikdagi joyda olib berilgan. Chempionni ko'rsataman, chempionni. Qarab turlar. Honor Magic 7 Pro. Qaranglar. Detalni ko'rsatyapti. Bu ichida bitta usti ishlayapti ekan, shuni ham ko'rsatibdi. Qaranglar, detalni yo'q, ichidagi monolitini ham ko'rsatyapti, kaltagina. Ozon chaqirayotgan odamlar. Gap yo'q ekan. Qaranglar.